Tailanddagi 5 yulduzli mehmonxonani sharoitlari qanaqa bo'ladi va bir haftaga kelib dam olib ketish necha pulga tushadi? Kelinglar bugun ko'rib chiqamiz. Videoni kuzatib turing, narx-navolarni video oxirida aytib o'taman. Biz joylashgan gastitsamiz shundoqqina dengizning bo'yida joylashgan. Ertalab turganingizda shundoqqina dengizni shabadasi urib turadi. Bu yoqda esa o'zini trenajyorniy zallari bor. Bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerda esa uning oshxonalari, gastitsaning hamma tomonida mana shunday chiroyli basseynlari bor. Agar siz uzoqroq vaqtga kelib dam olib ketadigan bo'lsangiz, gastitsani bir kunlik, ya'ni bir kechalik narxi Tailandning pulida, so'mida, ya'ni 1000 bat, ya'ni bu dollarga hisoblanadigan bo'lsa 32 dollar atrofida bo'ladi. Bularning ichiga kiradi ertalabki zavtrak va mehmonxonani transportlari va aeroportdan sizga olib kelish va olib ketish transportlari mutlaqo bepul ichida bo'ladi. Tailanddagi yana ham qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. O'zingizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozib qoldiring.